Qanchalik kattani hurmat qilsa o'ziga yaxshi bo'ladi-da. Tarbiya uyni ostonasidan boshlanadi. Afsuski, achinarli holat kamaygan. Hozir jamiyatimizda yoshi katta insonlarga salom berish qanchalik ko'paygan yoki kamaygan? Buni birgalikda ko'ramiz. Hozirgi yoshlar kattalarga salom berish ko'payganmi yoki kamayganmi? Nihoyatda kamaygan. Nima sabab deb o'ylaysiz? Sababi bu uydan tarbiya olmayotgan bolalar. Mana misol uchun avtobusda, metroda ketasanmi, yoshlar o'tiradi, hech vaqtda joy bermaydi. Hech vaqtda joy bermaydi. Chunki men bu aytamanki, tarbiya har bitta bolani, har bitta insonni uyni ostonasidan boshlanadi. Kamroq bo'lyapti-yu, endi qanchalik kattani hurmat qilsa o'ziga yaxshi bo'ladi-da. Demak, oldinga qaraganda kamroq. Ha, sal kamroq. Afsuski, achinarli holat kamaygan. Nima sabab deb o'ylaysiz? Bilmadim nima sabab kamaygan. Kamaygan. Nima sabab deb o'ylaysiz? Sababi hozir yoshlar o'zini yetganini qiladigan. Odamlarning fikrini eshitdik. Xulosa o'zingizdan. Agar bu fikrlarga qo'shilsangiz, like tugmasini bosib qo'ying va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.